Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Ko'pchilikdan so'ragan 17 kishilik satelitli biznes variantidagi yangi partiyasi kirib keldi. Endi uni orqasida esa universitet programmamizdan ham yangi partiyasi kirib keldi. Xo'p, endi bilan bittadan ma'lumotni aytishni boshlaymiz. Kimga shu video manfaatli va foydali bo'lsa, bitta like tugmasiga kirib omad yozib qoldinglar. Do'konga kelganlarni cheklanmagan miqdordagi motoblok xarid qilib olasiz va to'g'ri deb baravanda aylansiz. Baravanda nima so'ziga mutlaqo tagiga berib yuboradi. Xo'p. Endi 17 kishilik satelitli biznes varianti yoqilib tursa, biznes baklari 5 litrli xohlaganlar uchun zamonatni orqali yurib xohlaganlar uchun kalta ham o't olib beradi akalar, bemalol sizlar uchun. Xo'p, undan tashqari motorlari 192F moddachilar bilan jihozlangan akkumulyator va LED faralar bilan jihozlangan bo'ladi. Akkumulyator ma'lum miqdorda o'zini zaryad qiladi. Undan tashqari rullari juda ham gidravlika bo'lib kelgan, uzun, bemalol jatga, rotorning kassilkalar ham ulashish bo'ladi. Oldingi partiyasida hech qanday reverse emasdi. Burilish uchun mana shunday matoga qiyin burilasiz. Endi esa chap tarafga burilasiz. Chap urishgan bo'lsangiz, avtomatik o'zi buriladi. O'ng tarafga burilasiz, o'ng tarafga urishgan bo'lsangiz, avtomatik burilib beradi aka sizlar uchun. Undan tashqari oldiga ikkitasiga, orqaga bittasiga bilan jihozlangan. Aytayotganimdek, bular hammasi ma'lumotni aytdik. Endi jonim menga plyuklarni ham bitta tanishtirib bergan ekan. Plyuklarimiz endi universalligi sababi xohlasangiz chap tarafga qilib baloningizga turpalashasiz, xohlasangiz o'ng tarafga qilib baloningizga tashlab olasiz. Agar qilib ishlasiz bo'ladi, karta ko'rasiz bo'ladi. Xohlasangiz bu tarafga ishlating, xohlasangiz chap tarafga, xohlasangiz o'rtada qilib ishlasangiz bo'ladi. Tepa pastga ligirovka qilsa ham bo'ladi. Aytib o'tganimdek, kelasiz, bitta motor xarid qilib olasiz va to'g'ri aylanasiz. Baravanda nima desa, muloqot degan ukajon menga endi aytgan o'tib ketgan narsani bitta sanab o'tib ketgan uchun hozir bitta qaytarib beramiz. Kompleksda 5 qatordan 10 qator frezasi, motovlogga, dokument, kulish, tormozlari bilan jihozlangan. Kelasiz, mana shu bitta motor xarid qilib olasiz va baravanda o'ng tarafga, chap tarafga aylanishdan farqi yo'q. Xohlaganingizga bitta aylantirasiz, nima so'zga mutlaqo tagiga berib yuboradi. Bargatka, dresh, shurupovoy, kulish navol, dorsachidan apparat, nima uchun qat'iy nazar sizlarga mutlaqo tagiga berib yuboriladi. Manzil so'ragan ekanimiz uchun manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'kon. Optis kartining birinchi qo'l bazasi agroservis do'koni. Kimga shu turdagi motovloglar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldirib, bemalol chiqishlari mumkin. Jonlar sog' bo'lsin, keyingi videoda ko'rishguncha.